Bugungi videoda men juda muhim masalani ko'taraman. Siz tomoshabinlar izohlarda yozayotgan savollar, fikrlar va e'tirozlar kanalimizning yo'nalishini qanday o'zgartiryapti? Men bu savollarga qanday yondashyapman va eng asosiysi, siz izoh yozganda qanday qilib aniq, foydali va javob olish ehtimoli yuqori bo'lgan savol berishingiz mumkin. Bu ma'lumot har bir tomoshabinga tegishli, chunki bugun internetda shunchaki video ko'rishning o'zi yetarli emas. To'g'ri savol berish, ishonchli javob olish va o'z holatini aniq tushuntira olish juda katta ahamiyatga ega. Avvalo, men sizlarga chin dildan rahmat aytaman. Kanalni kuzatayotganingiz, like bosayotganingiz, izohlarda o'z tajribangizni yozayotganingiz, savol berayotganingiz va videolarni yaqinlaringizga ulashayotganingiz uchun katta rahmat. Agar siz hali obuna bo'lmagan bo'lsangiz, hozir obuna bo'ling, like bosib qo'ying. Chunki bu kanal rivojlanishiga juda katta yordam beradi va men yanada ko'proq foydali, amaliy, hayotiy mavzularni tayyorlashimga sabab bo'ladi. Oldin YouTube'da ko'pchilik shunchaki video ko'rardi, kerakli ma'lumotni eshitardi va ketardi. Izohlar esa ko'pincha rahmat, zo'r video yoki tushunarli bo'ldi degan qisqa gaplardan iborat bo'lardi. Albatta, bunday qo'llab-quvvatlovchi fikrlar ham juda qadrli, lekin vaqt o'tishi bilan vaziyat o'zgardi. Hozir tomoshabinlar faqat tomoshabin emas, balki mavzuni shakllantirayotgan faol ishtirokchilarga aylandi. Siz yozayotgan izohlar orqali men qaysi muammo odamlarni ko'proq qiynayotganini, qaysi joyi tushunarsiz qolayotganini, qaysi mavzuga yana qaytish kerakligini va qaysi savollarga alohida video tayyorlash zarurligini ko'raman. Masalan, bitta videoda men biror hujjatni rasmiylashtirish tartibi haqida gapirgan bo'lsam, izohlarda kimdir? Men viloyatda yashayman. Bu tartib bizda ham shundaymi deb so'raydi. Yana kimdir agar hujjat yo'qolgan bo'lsa, nima qilish kerak deydi. Boshqa bir tomoshabin, menda eski namunadagi hujjat bor, uni almashtirish shartmi deb yozadi. Mana shu savollar menga bitta narsani ko'rsatadi. Mavzuni faqat umumiy tushuntirish yetarli emas, real hayotdagi turli holatlar bo'yicha ham izoh berish kerak. Avvallari ma'lumot bir tomonlama edi, mutaxassis gapiradi, odamlar eshitadi. Hozir esa muloqot ikki tomonlama bo'lib qoldi. Men video chiqaraman, sizlar savol berasizlar. Keyingi videolarda men o'sha savollarga javob beraman. Shu sababli izohlar oddiy yozuv emas. Ular kanalimizning yuragi, yo'nalishi va rivojlanish mezoniga aylangan. Asosiy qism 1. Nimalarni bilish kerak, kim xavotir olishi kerak, kim xavotir olmasligi kerak. Eng birinchi bilishingiz kerak bo'lgan narsa shuki, men izohlarni shunchaki ko'zdan kechirmayman. Men ularni tahlil qilaman. Qaysi savol ko'p takrorlanayotganini, qaysi mavzu odamlarni tashvishga solayotganini, qaysi joyda noto'g'ri tushuncha paydo bo'layotganini alohida kuzataman. Ba'zan bitta videoga xitda izoh keladi, ba'zan 200 ta, ba'zan esa undan ham ko'p. Men har biriga bir xil tezlikda javob bera olmasligim mumkin, lekin bu sizning savolingiz e'tiborsiz qoldi degani emas. Masalan, bir tomoshabin shunday deb yozadi: "Men bir necha kundan beri javob kutyapman. Nega javob bermayapsiz?" Bunday holatda men odamni juda yaxshi tushunaman. Chunki kimdir muammoga duch kelgan, unga hozir javob kerak. Lekin men har bir savolga shoshilinch va yuzaki javob berishdan ko'ra to'g'ri tekshirilgan, foydali javob berishni afzal ko'raman. Chunki noto'g'ri javob odamni yanada katta muammoga olib kirishi mumkin. Kim xavotir olishi kerak? Agar sizning savolingiz shaxsiy holatga bog'liq bo'lsa, masalan, hujjatlar, muddatlar, jarimalar, shartnoma, ariza, to'lov, ro'yxatdan o'tish, tibbiy ma'lumot, ta'lim, ish joyi yoki qonuniy tartib bilan bog'liq bo'lsa, siz savolni juda aniq yo'lishingiz kerak. Chunki bitta so'z yoki bitta sana javobni butunlay o'zgartirib yuborishi mumkin. Masalan, mening hujjatim yaroqsiz bo'lib qoldi, nima qilaman? Degan savol juda umumiy. Hujjat qaysi turda, qachon berilgan, qayerda ishlatiladi? Yo'qolganmi yoki muddati tugaganmi? Nusxasi bormi? Shularni bilmasdan to'liq javob berish qiyin. Kim xavotir olmasligi kerak? Agar siz umumiy maslahat so'rayotgan bo'lsangiz, masalan, qanday qilib vaqtni to'g'ri rejalashtirish mumkin? Qanday qilib hujjatlarni tartibga solib yurish kerak? Internetda ma'lumotni qanday tekshirish kerak? Kabi savollar bo'lsa, bunday savollar ko'pchilikka foydali bo'ladi. Men ularga umumiy, lekin amaliy shaklda javob bera olaman. Shaxsiy sirlar, pasport raqami, karta raqami, telefon kodlari, yashirin parollarni izohlarga yozish shart emas va buni umuman tavsiya qilmayman. Real hayotdan bir nechta misol keltiraman. Birinchi holat, tomoshabin yozadi: "Men ariza topshirdim. Hali javob yo'q. Nima qilay? Bu savolda eng muhim ma'lumot yo'q.
Ariza qayerga topshirilgan, qachon topshirilgan, elektronmi yoki qog'oz shaklidami, ro'yxat raqami bormi, sizga tasdiqlovchi xabar kelganmi? Agar men 12 may kuni tuman bo'limiga qog'oz shaklida ariza topshirdim. Qabul qilgan xodim ro'yxat raqami berdi, lekin endi ish kuni o'tdi, javob yo'q deb yozsa, men ancha aniq maslahat bera olaman. Masalan, avval ro'yxat raqam bo'yicha holatni tekshirish, keyin yozma murojaat qilish, kerak bo'lsa yuqori tashkilotga murojaat yo'llash haqida gapirish mumkin. Ikkinchi holat, kimdir menga jarima keldi, to'lashim kerakmi deb so'raydi. Bu savol ham to'liq emas. Jarima nima uchun kelgan? Qancha summa? Qachon rasmiylashtirilgan? Siz haqiqatan ham shu holatda qatnashganmisiz? Qaror nusxasi bormi? E'tiroz muddati o'tib ketmaganmi, masalan? 340 ming so'mlik jarima bilan 3 million so'mlik jarimaning yondashuvi bir xil bo'lmasligi mumkin. Agar jarima noto'g'ri yozilgan bo'lsa, uni ko'rib chiqish uchun belgilangan muddat ichida e'tiroz berish kerak bo'lishi mumkin. Agar muddat o'tib ketsa, keyin ish qiyinlashadi. Uchinchi holat, tomoshabin men chet elga chiqmoqchiman, qanday hujjat kerak deydi. Bu savolga ham aniq javob berish uchun qaysi davlatga, qanday maqsadda, qancha muddatga, ishlash uchunmi, o'qish uchunmi, sayohat uchunmi, taklifnoma bormi, viza talab qilinadimi, avval pasportingiz bormi? Shular kerak bo'ladi. Chunki Turkiyaga sayohat qilish, Germaniyada o'qish, Koreyada ishlash yoki Rossiyaga qarindosh ko'rish uchun borish bir xil jarayon emas. To'rtinchi holat, kimdir sizning videongizni ko'rib ish qildim, lekin menda boshqacha bo'ldi deb yozadi. Bu juda muhim izoh. Chunki amaliyotda hududlar, idoralar, xizmat ko'rsatish markazlari yoki onlayn tizimlarning ishlashi vaqtincha farq qilishi mumkin. Men bunday izohlarni alohida qadrlayman. Chunki ular orqali biz nafaqat nazariy tartibni, balki real hayotdagi amaliy muammolarni ham ko'ramiz. Sizlar yozayotgan har bir foydali izoh boshqa odamga yordam beradi. Masalan, bir odam o'z tajribasini yozadi. Men arizani dushanba kuni topshirdim, payshanba kuni javob oldim. Lekin oldindan navbat olish kerak ekan. Bu izohni keyin yana 1000 kishi o'qishi mumkin. Kimdir vaqtini tejaydi, kimdir ortiqcha yugur-yugurdan qutuladi, kimdir xato qilmaydi. Shuning uchun izoh yozish faqat menga savol berish emas, balki boshqa tomoshabinlarga ham yordam berishdir. Endi izohlardagi eng ko'p uchraydigan xatolar haqida gaplashamiz. Birinchi xato juda qisqa savol. Nima qilaman? To'g'rimi? Bo'ladimi? Qayerga boraman? Kabi savollar menga aniq vaziyatni tushunishga imkon bermaydi. Men bunday savolga javob bersam ham javob umumiy bo'lib qoladi. Siz esa o'zingizga mos yechim kutayotgan bo'lasiz. Natijada siz ham norozi bo'lasiz. Men ham sizga yetarli yordam bera olmayman. Ikkinchi xato, ortiqcha shaxsiy ma'lumot yozish. Izohlarga pasport raqami, karta raqami, telefon raqami, manzil, shaxsiy kod, bank ma'lumotlari, parol yoki tasdiqlash kodlarini yozmang. Internet ochiq maydon. Sizning izohingizni faqat men emas, boshqa odamlar ham ko'rishi mumkin. Firibgarlar aynan shunday ma'lumotlarni qidiradi. Masalan, kimdir mening kartamdan pul yechildi, karta raqamim mana deb yozsa, u o'zini yana katta xavfga qo'yadi. Bunday holatda karta raqamini yozish emas, bankka qo'ng'iroq qilish, kartani vaqtincha bloklash, ilova orqali operatsiyalarni tekshirish va kerak bo'lsa, ariza berish kerak. Uchinchi xato. Hissiyot bilan yozish. Men yaxshi tushunaman, odam muammoga tushsa asabiylashadi. Hech kim ishlamaydi, hammasi noto'g'ri, bularning bari foydasiz kabi gaplar ko'p bo'ladi. Lekin bunda izoh muammoni hal qilishga yordam bermaydi. Agar siz aniq yozsangiz, men 3 marta bordim. Har safar boshqa hujjat so'rashdi. Birinchi safar 2 ta nusxa, ikkinchi safar notarial tasdiq, uchinchi safar qo'shimcha ma'lumotnoma deyishdi desangiz, vaziyatni tahlil qilish mumkin bo'ladi. Hissiyot o'rniga faqat yozilsa, yechim topish osonlashadi. To'rtinchi xato, eski ma'lumotga tayanish. Ba'zi mavzularda tartiblar tez o'zgaradi. Bugun amalda bo'lgan qoida 1 yil oldingi qoidaga o'xshamasligi mumkin. Masalan, elektron xizmatlar, davlat xizmatlari, to'lov miqdorlari, jarimalar, ariza muddatlari, onlayn ro'yxatdan o'tish tartiblari va talab qilinadigan hujjatlar vaqti bilan yangilanadi. Shuning uchun siz men 2010 yilda shunday qilganman degan tajribani foydali misol sifatida yozishingiz mumkin. Lekin uni hozirgi tartib deb qabul qilish xavfli bo'lishi mumkin. 5-nozik nuqta. Hamma holatga bitta javob mos kelmaydi. Men buni doim ta'kidlayman. Masalan, bitta odamda muammo muddat o'tib ketgani uchun yuzaga keladi. Boshqasida hujjat noto'g'ri to'ldirilgani uchun, uchinchisida tizimda xatolik bo'lgani uchun, to'rtinchisida esa umuman boshqa sabab bo'lishi mumkin. Tashqi tomondan hammasi bir xil ko'rinadi.
ishim bitmayapti. Lekin sabablar har xil. Sabab har xil bo'lsa, yechim ham har xil bo'ladi. 6-nozik nuqta. Izodagi javob rasmiy maslahat o'rnini har doim ham bosa olmaydi. Men sizlarga maksimal darajada to'g'ri yo'l ko'rsatishga harakat qilaman. Lekin ba'zi holatlarda hujjatni ko'rish, sanalarni tekshirish, rasmiy qarorni o'qish, shartnoma bandlarini tahlil qilish kerak bo'ladi. Bunday vaziyatda izoh orqali to'liq xulosa berish xavfli. Masalan, shartnoma bilan bog'liq nizoda bitta band butun natijani o'zgartiradi. Qarzdorlik masalasida to'lov sanasi, kvitansiya, imzo, muhr, elektron tasdiq juda muhim bo'lishi mumkin. 7-nozik nuqta. Ba'zan savolga javob berish uchun sizning hududingiz muhim. Ayrim xizmatlar respublika bo'yicha bir xil bo'lsa ham, amaliyotda hududiy idoralarda navbat qabul vaqti, hujjat topshirish usuli yoki qo'shimcha talablar farq qilishi mumkin. Shuning uchun savol yozganda viloyat yoki shaharni umumiy tarzda ko'rsatish foydali, lekin aniq uy manzilini yozish shart emas. 8-nozik nuqta. Izohdagi boshqa odamlarning javoblariga ham ehtiyot bo'lish kerak. Tomoshabinlar bir-biriga yordam berishi juda yaxshi. Men bundan xursand bo'laman. Lekin ba'zan kimdir o'z tajribasini umumiy qoida sifatida yozadi. Masalan, menga hech narsa kerak bo'lmadi. Siz ham bormang deydi. Lekin uning holati boshqa bo'lgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun izohlardagi maslahatlarni foydali tajriba sifatida qabul qiling. Lekin yakuniy qaror qilishdan oldin rasmiy manbani tekshiring. Endi sizga aniq tartib beraman. Agar siz izohda savol bersangiz va men yoki boshqa tajribali tomoshabinlar sizga to'g'riroq javob berishni istasangiz, savolingizni quyidagi tartibda yozing. Birinchi qadam, vaziyatni 1-2 jumlada tushuntiring. Masalan, men davlat xizmatlari orqali ariza topshirdim, lekin 10 kundan beri javob kelmadi. Yoki men bank kartamdan noma'lum yechim bo'lganini ko'rdim. Bank ilovasida operatsiya ko'rinib turibdi. Yoki men hujjat almashtirmoqchiman, lekin qaysi tashkilotga borishni bilmayapman. Ikkinchi qadam, sanalarni yozing. Sana juda muhim. Qachon murojaat qildingiz? Qachon javob keldi? Qachon rad etildi? Qachon to'lov qildingiz? Qachon hujjat muddati tugadi? Masalan, kecha oldin, yaqinda deb yozgandan ko'ra 2025 yil burdir iyun kuni deb yozish aniqroq. 3-qadam. Qaysi idora yoki xizmat haqida gap ketayotganini yozing. Masalan, tuman hokimligi, davlat xizmatlari markazi, bank, soliq organi, maktab, universitet, onlayn platforma kabi umumiy nom yetarli. Agar rasmiy veb-sayt yoki ilova orqali murojaat qilgan bo'lsangiz, shuni ham ayting. 4-qadam, sizda qanday hujjatlar borligini yozing. Masalan, ariza nusxasi, kvitansiya, shartnoma, SMS xabar, elektron tasdiq, skrinshot, qaror nusxasi, ro'yxat raqami. Lekin bu hujjatlarning shaxsiy raqamlarini izohga yozmang. Faqat bor yo'qligini ayting. Masalan, menda to'lov kvitansiyasi bor yoki ariza raqami berilgan, lekin uni bu yerga yozmayman. Siz aniq nimani bilmoqchisiz? Shuni yozing. Nima qilay? Juda keng savol. Buning o'rniga men avval qaysi tashkilotga murojaat qilishim kerak? Muddat o'tgan bo'lsa ham e'tiroz berish mumkinmi? To'lov kvitansiyasi yetarlimi? Onlayn ariza javobsiz qolsa, yozma murojaat qilish kerakmi deb so'rasangiz, javob aniqroq bo'ladi. 6-qadam, javobni kutayotganda parallel ravishda rasmiy manbani tekshiring. Agar masala hujjat, jarima, to'lov, shartnoma, imtiyoz, davlat xizmati yoki qonuniy muddat bilan bog'liq bo'lsa, faqat izohdagi javobga tayanib qolmang. Rasmiy veb-saytga kiring, telefon orqali ma'lumot oling, davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling, kerak bo'lsa yozma ariza qoldiring. Og'izdagi gapni unutishlari mumkin, lekin yozma murojaat iz qoldiradi. 7-qadam, agar muammo hal bo'lsa, izohga qaytib natijani yozing. Bu juda muhim. Masalan, rahmat, men siz aytganidek ariza raqami bilan tekshirdim, javob chiqdi. Yoki men bankka murojaat qildim, kartani bloklashdi, pul bo'yicha tekshiruv boshlandi. Bunday natijalar boshqa tomoshabinlarga juda foydali bo'ladi. Chunki ular faqat muammoni emas, yechim qanday ishlaganini ham ko'radi. Sizga yana bir amaliy tavsiya. Izoh yozishdan oldin video ostidagi avvalgi izohlarni bir ko'zdan kechiring. Balki siz bermoqchi bo'lgan savolga allaqachon javob berilgandir. Masalan, bir video ostida 20 kishi bir xil savol beradi. Bu xizmat pullikmi? Men birinchi savolga javob bergan bo'lishim mumkin. Agar siz izohlarni ko'rsangiz, vaqtingiz tejaladi. Lekin savolingiz boshqacha holatga tegishli bo'lsa, albatta yozing. Yana bir maslahat, savolni hurmat bilan yozing. Men buni faqat odob uchun aytayotganim yo'q. Hurmatli, aniq va tartibli yozilgan savolga javob berish oson. Masalan, assalomu alaykum, menda shunday vaziyat bor.
deb boshlangan izohda odatda muammo aniqroq tushuntiriladi. Tez javob bering deb talab qilish esa vaziyatni tezlashtirmaydi. Men imkon qadar ko'proq savolga javob berishga harakat qilaman, lekin navbat va vaqt masalasi bor. Agar siz mavzu taklif qilmoqchi bo'lsangiz, izohda shunchaki shu haqda video qiling deb yozish mumkin, lekin yaxshiroq variant bor. Masalan, iltimos, elektron ariza topshirishda eng ko'p uchraydigan xatolar haqida alohida video qiling. Ayniqsa, ariza rad etilganda nima qilish kerakligi qiziq. Bunday taklif menga aniq yo'nalish beradi. Men video tayyorlaganda aynan qaysi savollarga javob berishim kerakligini tushunaman. Agar siz e'tiroz bildirmoqchi bo'lsangiz, bundan ham qo'rqmang. Men konstruktiv tanqidni qadrlayman. Agar men videoda biror narsani yetarlicha ochib bermagan bo'lsam, siz mana bu joyi tushunarsiz bo'ldi deb yozing. Agar sizda boshqa manbadan olingan yangiroq ma'lumot bo'lsa, men falon joyda boshqacha ma'lumot ko'rdim. Shu masalaga aniqlik kiritsangiz deb yozing. Bu kanalni kuchaytiradi. Lekin e'tiroz faktga asoslangan bo'lsa, hammaga foydali bo'ladi. Men sizlarga yana bir bor eslataman. Izohlar orqali biz katta hamjamiyatga aylanamiz. Bu yerda kimdir savol beradi, kimdir tajriba ulashadi, kimdir xatodan ogohlantiradi, kimdir yangi mavzu taklif qiladi. Men esa ekspert sifatida bu savollarni tizimlashtiraman. Tushunarli qilib izohlayman, eng muhimlarini alohida videoga aylantiraman. Shu tarzda kanal faqat mening gaplarimdan iborat bo'lib qolmaydi, balki sizlarning real hayotingizdagi muammolar asosida shakllanadi. Bugun men sizlarga minnatdorchilik bildirish bilan birga izohlardagi savollar nega muhimligini, qanday savol berish kerakligini, qanday xatolardan saqlanish kerakligini va izohlar butun kanal rivojiga qanday ta'sir qilishini batafsil tushuntirdim. Eng asosiy fikr shuki, aniq savol aniq javobga olib keladi. Tartibli yozilgan izoh esa nafaqat sizga, balki minglab boshqa tomoshabinlarga ham foyda beradi. Sizlardan iltimosim, ushbu video ostida o'z fikringizni yozing. Qaysi mavzular sizga eng kerak? Qaysi savollarga javob kutyapsiz? Qaysi videolar sizga amalda yordam berdi? Izohlarda yozing. Men albatta o'qiyman va keyingi videolarni shu savollar asosida tayyorlashga harakat qilaman. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib qo'ying, kanalga obuna bo'ling va bildirishnomalarni yoqib qo'ying. Sizning har bir like'ingiz, har bir izohingiz va har bir obunangiz men uchun katta qo'llab-quvvatlash. Men esa o'z navbatida sizga yanada aniq, foydali va hayotda ishlaydigan ma'lumotlarni yetkazishda davom etaman. Rahmat sizlarga. Ko'rishguncha